Bizni navbatdagi mehmonimiz tibbiyot va tabobat fanlari doktori Mag'firat Xo'jamqulova. Bugun biz Mag'firatxon bilan birgalikda bepushtlikning asl sabablari va bepushtlik haqidagi mavzularimizni davom ettiramiz. Mag'firatxon, sizni dasturimizda xush ko'rdik. Yaxshi keldingizmi? Mag'firatxon, bugungi kunda mana siz bilan umuman olganda bepushtlik haqida, bepushtlikning sabablari, umuman olganda nimalar bepushtlikka olib kelishi haqida va davo choralariga to'xtalib boryapmiz. Aynan o'sha avvalgi dasturlarimiz orqali bugungi kunda ayollarimizda uchraydigan polikistoz sindromi haqida gaplashsak. Bu polikistoz sindromi juda ham quloqqa ko'p chalinadi. Aynan shu shifokorlarimiz tomonidan ayollarimizga shunday tashxis qo'yiladi. Umuman olganda onalarimizni yoki ayollarimizni, kelinchaklarimizni bu xavotirga soladi. Aynan bu sabab o'sha bepushtlik ham kelib chiqishi mumkinmi? Hozirgi kunda global muammoga aylangan. Aynan tuxumdonlar polikistoz holati. Nihoyati bemorlari hayz sikli betartib bo'lishi, folikula o'z vaqtida yetilib yorilmaslik, jizzakilik, depressiya holatlari kuzatiladi. Stress sabab prolaktin ham yuqori bo'lish holatlari kuzatiladi. Sindrom polikistoz holatida ko'pincha ayollarimizda homila bo'lishi kechikib ketadi. Shu tashxisdan aziyat chekayotgan ayollarimiz 6 yillab, 7 yillab vaqtlarini samarasiz o'tkazishadi. Bunday paytda birinchi o'rinda sog'lom turmush tarzini tavsiya qilamiz. Qabulimizga kelgan o'sha ayollarga sog'lom turmush tarzini aytsak, negadir xohlashmaydi. Sog'lom turmush tarzi go'yoki bir qiyin masalalardan bittasida. Aslida eng oson. Ukol aytsa, kapnitsa yoki antibiotik yoki gormon desak, albatta o'z vaqtida qilishi mumkin uni. Sog'lom turmush tarzi nimaga kerak? Aynan sindrom polikistoz holatida kerak. Bizning respublikamizga yaqinda kirib keldi bu tashxis. Nima uchun? Noto'g'ri ovqatlanish, nosog'lom turmush tarzi va har xil o'sha nima deydi, gormonal o'zgarishlarga sabab bo'luvchi oziq-ovqatlar. Aytaylik, gazli napitkalar, energetiklar, fast foodlar. Bu tashxis o'zi Amerikada birinchi marta qo'yilganda, sindrom polikistoz holati tashxisi. Ularda ortiqcha vazn bo'lganligi sababli, o'shanday nosog'lom turmush tarzi sabab gormonlar muvozanati izdan chiqqanligi sababdan mana shu tashxis ularda kuzatilgan. Va hozirgi kunda o'zimizda ham bu kasallik juda ham ko'plab ayollarimizda bor. Hattoki turmushga chiqmagan qizlarimizda ham bu tashxis ko'p qo'yilmoqda. Ultratovush tekshiruvini qildirganimizda ko'plab folikulalarni ko'ramiz. Ko'plab folikulalar. Xuddiki o'sha uzum shodasini ko'rganimizni qanday uzum shodasida ko'plab uzumlar bo'ladi, donachalari bo'ladi. Folikulalarda ham xuddi shunday bo'ladi. O'zi ayollarda qiz bola dunyoga kelganda 2 dan 4 gacha folikula bo'ladida va har oyda bitta folikula, ko'pi bilan 2ta folikula mustaqil yetilib yorilishi kerak bo'ladi. Bitta folikula yetilib yorilsa bitta homila, 2ta folikula bir vaqtda yetilib yorilsa egizak homilalar yuzaga kelishi kerak aslida. Lekin sindrom polikistoz holatida ayollarimizda 10 ta, 15 ta, 20 tagacha folikula bir vaqtda yetiladi. Bu ham salbiymi? Albatta, lekin yorila olmaydi. Yetiladi-yu, lekin yetiladi, yorila olmaydi. Orqaga qaytib ketishi mumkin, yorilmasdan yoki bo'lmasa shu joyni o'zida kista holatiga aylanib qolishi mumkin. Mana shu xavfli holatlardan bittasi. Mag'firatxon, aynan o'sha ayolga yoki bo'lmasam qizga polikistoz sindromi degan tashxis qo'yilgandan so'ng ular qanday bir qanaqadir bir uy sharoitida yoki tabiiy yo'l bilan nimalardan voz kechishlari kerak yoki davolash usullarini qanday amalga oshirishlari kerak, kim bilan ko'proq maslahatlashishlari kerak? Bunaqa holatda reproduktolog, endokrinolog, ginekolog nazoratida bo'lishi kerak. Mana shu 3 ta mutaxassisdan bittasini nazoratida bo'lib, aytganlarini o'z vaqtida qilsalar, bu tashxisni yengish mumkin. Bepushtlikni yuzaga keltiradigan tashxislar ichida eng oson yo'l bilan davoladigani mana shu sindrom polikistoz holati. O'zini qo'lida. Qanday? Sog'lom turmush tarzi. Boya aytib o'tganimizdek, zararli odatlar, gazli napitkalar, energetiklar, alkogol mahsulotlari va undan tashqari o'sha xamirli ovqatlar, juda glyukozaga boy oziq-ovqatlarni ratsiondan olib tashlasa, har kuni 10 ming qadamni biz tavsiya qilamiz bemorlarga. 10 ming qadam yurishni. Bu sport bilan shug'ullanish yana ham yaxshi natija beradi. Qaniydi ayollarimiz hammasi o'sha fitnesslarga borsa, organizmdan testosteron parchalanadi. Qancha ko'p sport bilan shug'ullansa, testosteron shuncha tez parchalanadi. Sindrom polikistoz holatida testosteron yuqori bo'ladi. Uni parchalab tashqariga chiqarish kerak bo'ladi. Shuning uchun sog'lom turmush tarzi birinchi o'rinda. Mag'firatxon, sizga kattakon rahmat. O'ylaymizki, siz bilan hali bu mavzuda yana ko'p suhbat qilamiz. Ayollarimizga yanada kerakli va qiziqarli tavsiyalarni, maslahatlarni yetkazamiz va sizga esa mas'uliyatli va sharafli kasbingizda omadlar tilab qolamiz.